So'nggi yillarda ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy qilinishi natijasida mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi oshib, eksport salohiyati yuksalib bormoqda. Muxbirimiz viloyatdagi eksportyor korxonalardan biri misolida mavzuni yoritadi. Qo'shko'pir tumanidagi mana bu tekstil korxonasi eng zamonaviy xorijiy uskunalar bilan jihozlangan. Bu yerda 100% toza va tabiiy mahalliy paxta tolasidan tayyor matolar hamda xalqaro standartlarga mos keladigan ko'rpa to'shak to'plamlari ishlab chiqariladi. Ushbu mahsulotlar nafaqat ichki bozorda sotiladi, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Yevropaning qator davlatlariga eksport qilinadi. Korxona 2018-yilda ishga tushgan bo'lsa-da, o'tgan qisqa vaqt ichida paxta tolasini chuqur qayta ishlash hamda tayyor to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha viloyatdagi yetakchi eksportyor korxonalardan biriga aylandi. Tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmi yiliga 5.419.000 donani tashkil qiladi. Yillik eksport hajmi yiliga 700.000 AQSh dollariga yetkazildi. Joriy yilning 6 oyida 125.000 AQSh dollari miqdorida mahsulot Rossiya, Ozarbayjon davlatlariga eksport qilindi. Hozirgi vaqtda bu yerda 180 nafardan ziyod xotin-qiz ish bilan band. Korxonamizdagi ayollarimizni, qizlarimizga shart-sharoitlar yaxshi yaratib berilgan. Ijtimoiy reyestrdagi qizlarimiz ham ish o'rinlari bilan ta'minlanib, shu ishlarni o'z vaqtida olib borib turibdilar. Asosan ishlarimiz chet ellara eksport qilinadi. Hozirda shu qizlarimizning daromadlari yaxshi, oyliklari o'z vaqtida tashab beriladi. Qizlarimiz bundan mamnun. Ayni kunlarda korxonada ish hajmi oshgan. Tikuvchilar bir kunda 2000 dona mahsulotlar tayyorlamoqda. Men juda ham xursandman shu yerga kelib ishlaganimdan, chunki shu yerga kelib ro'zg'orimni terpab turibmiz. Bizlar nogironlarni ish bilan ta'minlagani uchun, bizlarga keng imkoniyatlar yaratib bergani uchun rahbariyatimga minnatdorchilikimni bildiraman. Qo'llab turgani uchun kattakon rahmat aytaman. Tikuvchilik sexida ishlayman, ayollar daftarida turaman. Men ishimdan mamnunman. Oyliklarim o'z vaqtida beriladi. Oilamizga yaxshi daromad yetkazib turibman shu ishimdan. Bunday korxonalar hududni iqtisodiy rivojlantirish, aholi farovonligini ta'minlash bilan birga viloyat eksport salohiyatini oshirishga ham xizmat qiladi.